Nima qilib? Assalomu alaykum. Mana shu yerda mana Omonxonani giyohlar sotadigan do'kondamiz. Shu yerdagi giyohlar haqida bir ma'lumot bersangiz. Mana bu yerda mana sariq xalila, qora xalilarni ko'ryapmiz. Hamma joyda ham topilmaydi. Xalilalar asosan jigar faoliyatini yaxshilashda ishlatiladi. Masalan, bir 2 donasini bundan ikkita qilib turib, bitta choynakka yoki termosga solib turib dimlab qo'yasiz. Qo'yasizda, ya'ni iste'mol qilaverasiz. Bir 15 minut turg'izib qo'yasiz. Shunda foydali jihatlari seziladi. Jigar uchun bo'ladigan bo'lsa, mana besmertnik o'lmas o'ti deydi. O'lmas o'ti ham eng chiroyli jigar uchun foyda beradigan giyohlardan. Keyin bu o't faoliyatini ham, o't harakatini ham yaxshilab beradi. Rosa zo'r effekti buni. O't haydovchi. Shunaqa. Keyin mana bu narsani Rastoropsha. ham rastoropshani talqon qilib iste'mol qilishingiz mumkin. Bu ham rosa algi jigar uchun, aynan jigar uchun zo'r effekti bo'lgan giyohlardan. Yoki bo'lmasa o'zini choy qilib ichishingiz mumkin. Ravosh tomiri. Ravosh tomiri bu asosan sahrga ishlatiladi. Bunisi karitsa, dolchin deydi o'zbekchasiga. Xohlasangiz cho'pini, xohlasangiz talqonini choy qilib asal bilan iste'mol qilishingiz mumkin. Bu ham sahrga asosan, keyin organizmdagi xolesterinlarni eritish uchun ishlaydi asosan ko'proq. Jigar uchun ham foydasi juda yaxshi bo'lgan mahsulotlardan. Bu yigitma mana G'am, qayg'u, algi xafagarchilik, depressiya, ich qotish. Shunaqa. Ich qotish deganga mana bu narsa Sano. Makay sano, qabziyatga asosan. O'sha ich qotishni rosa yumshatib beradigan narsa. Bilol bo'ymadron deb berdi. Bo'ymadron uni aksi. Bosh og'rig'i o'ti. Sarigul deydi. Ichi ketganda. Bu ich qotib qoladi-ku, ich ketadi-ku. Rosa qotirib bittada tabiiy floks desak ham bo'laveradi. Agar ko'proq solsak dozasi achchiqroq bo'ladi, kamroq solsak приятный choy bo'ladi. Mana bu ham sap sariq, приятный, rosa chiroyli choy bo'ladi. Maza qilib ichasiz. Dasturxonga hamma ichaversa bo'ladi. Bularda hech qanday aks ta'siri yo'q bo'lardi. Masalan, bir joyda ko'proq ichib olsam, bir joyda bunaqa qilib yuboradi degan gap yo'q. Ismingiz nima edi? Ismim Said Asror. Said Asror aka. Mana bu narsa nima? Bumi? Bu Habbul Mulk deydi, Hindiston pistasi. Bu asosan shu gijja uchun mana shu Chirg'izadigan emas. Habbul mulk, shunaqa. Habbus salatin qattiq suradi. Ich suradi, kuchli ich suruvchi shunaqa. Bu mavsila buni ismi. Bu mavsila degan tomir. Xullas bu buyrak, prostata shamollashlariga ham yaxshi effekti, yaxshi buni. Bu mana shu Sumbulan tomiri bilan ikkalasini buni qilib beradigan ishi bitta desak ham bo'ladi. Buni talqon qilib ezib iste'mol qilishimiz mumkin, yoki buni ham ikkalasini ham. Yoki bo'lmasa o'zini shunday choy qilib ichishimiz ham mumkin. Choynakka tashlab 10 minut 15 minut dimlab qo'yamizda ichilaveradi. Agar talqonni nima qiladigan bo'lsak, bir 100 grammini bir yarim kilodan ko'proq asalga. Balkim 1 kilo asal solsangiz ham bo'ladi. Aralashtirib, rosa nastoyka qilib qo'yasiz. Bir 40 kun dimlab qo'yib, ertalab kechqurunga bitta osh qoshiqda iste'mol qilsangiz, xudo xolasa nimasini effektini sezasiz. Juda zo'r narsa. Bu imber bu. Imberda talqon maydalangan, ha? Bu Xitoydagi zanjabil. Mana bu Hindistondagi. Bu talqonlarni o'zimiz ataylab qo'lda uni tayyorini olib kelmaymiz. Qo'lda tegirmonchasi bor, maydalaymiz. Buni har kuni iste'mol qilib yursangiz ham foydasi borki, zarari yo'q. Hech qanday aks ta'siriga ega emas. O'shandan menga bering. Mayli. Hozir beraman. Qanchagandan berasiz? Hozir. Keyin buni bitta chashkaga bitta choy qoshiq solasizda, asal, toza yaxshi asalni aralashtirib ichaverasiz. Bir parrak limon tashlab olsangiz ham rosa zo'r bo'ladi. Kuchli bo'ladi, rosa. Mutadillashadi. Shunaqa. Menga o'sha yanchilgan zanjabildan bersangiz, nech pul?